Chet elda yaşayotgan Uyg'urlar pasportining vaqtini uzartish qiyinchiligiga duch keldi. Xitoyning Uyg'urlar yaşayotgan davlatlarga besim qilishi sababidan har qaysi davlatlarda yaşayotgan Uyg'urlar pasportining vaqtini uzartish qiyinchiligiga duch kelgan. Bir qism davlatlardagi Xitoy konsuli pasportning vaqtini uzartish iltimosi sunganlarga vatanga berib uzartib kelishni aytgan. Zo'ravonlikqa qarshi radikal partiya yig'inida Uyg'urlar masalasi muzokara qilindi. Ispaniyada ochilgan mazkur yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyiga vakolatan bosh kotib Dolqin Ayso apandim qatnashib, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli, bo'libmi Xi Jinping huquq tutgandan keyingi Sharqiy Turkistonliklarning sababsiz tutqun qilinish, 3 xil kuchni bahona qilib Uyg'urlarni qattiq bostirayotganligini yig'in qatnashchilariga anglatdi. 7-ci qitimliq Suriya suhbat yig'ini haqidagi ahvollar. Suhbat yig'ini Turkiya, Suriya, İran, Bashar Asad hokimiyati va Suriya o'qituvchilari o'rtasida ayrim va ko'p taraflamalik uchrashishlar elib berilgan. Yig'inga kuzatchilik sifatida Amerika BDT vakillari qatnashgan. Muzokarada har qaysi taraflar asr almashtirish, Qo'rshovdagi rayonlarga yordam buyumlarini yetkazib berish masalalarida bir fikrga kelolmagan. Turkiyada yangi tipdagi mudofaa qurollarini yasash sur'ati tezlatildi. Turkiyaga bag'ansir eshiyotgan tahdidlar Amerika va Germaniya qatorliq ba'zi Turkiyaga ittifoqdosh davlatlarning shirkatlari Turkiyaga qurol-yarog' va qurol-yarog'larning parchalarini set berishni xohlamasligi yoki mal topshirishni kechiktirish sababi bilan bu yo'lda muhim qaror elinib, Turkiya o'zi ishlab chiqargan Altay tankisining motorini yasash taraqqiy qildirildi. Növətdə F-35 tiplik aeroplanını yasashqa Türkiye mu şerik bo'ldi. 2018 yılı Türkiye hükümeti F-35 tiplik aeroplandan 2'ni topshirib oldi. Yenichi Qozoq ilibasi ma'qullandi. Qozog'iston prezident mahkamasining bildirishicha, Kiril ilibasidan Latin ilibasiga o'tish xizmatini ishlaydigan komitet qurilgan bo'lib, bu plan 2025-yilgacha tadrijiy ishga oshiriladi ekan. Qozog'istonda 2018 yildan boshlab darslik kitoblari 32 harfdan tashkil topgan yangi qozoq ilibasiga asosan besiladi ekan. 2025-yilgacha barliq kitoblar, gazetlar, qarorlik jurnallar va rasmiy hujjatlar Latin ilibasi bo'yicha besib tarqitiladi ekan.